6-cı qism. Bu öydikiler toyning oldi keynida qo'dilarning uyiga borganlardimi faqat u yandan bu yonga piqirab, "Hele choy, hele meva to'shib holi qolmagan." O'chirlab so'zlab turadigan Gulnisoxon bilan uning yuvosh, mung aksini ko'rgan. Biroq Gulnisoxonga o'xshaydigan yana birasini ko'rmagan edi. Bu ishlarning ilgari keyingisini dangsab o'ylasa, zodi benormal joylari ko'p edi. Öydeki bu gaz hem gaç kızның toydan burun gap qılalaydigan. Toydan killa zuvanı tutulup qağanlığı hemmege aydan boğan bolsumu, ilgirki sözlep külüp yürgen kızның başka adam ikenligi. Bir talay həşəm dərəmlər bilen toyunu qılıp köçürüp kelgan bu kızның toydan burun özleri kögen, paranglışıp bakkan, yolvas bilen yetilişip toy xeti ve toyluk ağılı bağan heliq kız emasligini hiç qaysı xiyalıq keltirip bakmagan idi. Әмді бүгін Yunus chiroyi mush qizga o'xshaydigan, gap qilib kulalaydigan, öydeki bu matuga o'xshamaydigan holda tor podichilar ishtinni kiyib, chechini bir qilib egizdan bo'g'ib, chiroyliq yasinib yuralaydigan, ya'ni bir yangisining gapini qilib kelyotadi. Eng muhimi, bugun bu matugacha o'ylanning bo'sog'isidan atlab yo'l tarafga o'tib baxmadi. Yunus o'qiydigan nahilik birinchi o'tir maktabning oldiga berish tugul, mahalla do'qmushig'imi chiqib baxmasa. Agar Yunus yolg'on aytmaganlar bo'lsa, cho'qimki uydagi bu matu boshqa odam. Maktabning oldidan xalq bilan kulishib o'tib ketgini, yana boshqa bir odam. Shularni o'ylab ketgan Bo'södixon Tilloxonni buyurdi. Menga kirib avgachini chaqirib chiqaman. Tilloxon ishki taqlabla uning hujursiga kirib, Gulnisoxonning qo'lidan yetilib chiqdi. Uni palipatish matu turqida ko'rgan Bo'södixonning yana arvohi ushdi. Ochiqlanmay deb o'zini tutib olib baxtiyo, ammo yillardan beri bollari va yo'ldosh ko'nib ketgan, osonlikcha boshqaranmaydigan po'jangzidek mijozini kontrol qilinmay, uning qo'lini shiltig'ini chechildi. Ha, keling amayaga. Ha. Sizning oching'iz yo singlingiz bormi? Gulnisoxon Bo'södixonning gapini uqqanmadi. Uning metildab echilib yumulayotgan eg'iziga qarab ang'viqib, uyning kaynidan kelayotgandek to'limi pas ham chala-pula anglanayotgan, ammo nima ma'nosi borlig'ini anqaranmagan gaplarga zehnini berib, ko'zini chimchiqlatib turdi. Texi boyla uni maktabining oldida to'limi modi yasangan qiyofatda ko'rgan Yunus birdamning ichidala aslidagi ma'toliqqa qaytib qolgan turqini kallasidan o'tkazolmay dong etib turib qoldi. Oningdan hech qanday sado chiqmagandan keyin qo'y tutgan Bo'södixon jahli bilan baqirdi. Hey panqay, sizdan so'rayapman, men ochingiz yo singlingiz bormi sizning? Bu qatim u qaynonasining varrida to'g'lab so'rgan savolni aniq angladi. Ham beshini lingishtab, papalab turib, o'zi bilan tang bir singlisi borligini, o'zining birinchi qiz, singlisining ikkinchi qiz ekanligini sharatlab uqtirdi. Buning bilan texmi jahli qatqan Bo'södixon peshonasiga poqqida birini soldida, joyiga zo'ngziyib, bir yoqdan tillab, bir yoqdan yig'lig'ila turdi. Vay anam, qanday qilaman? Şoňa kende bu işler. Mavi qari yüz xalqlar bizga dümbük östüp qo'yib öpkisatib demasmi? Qanday qilaman endi? Vay isit. Aldımızga kichik qizini chiqirib, hamma yo'lida kichik qizga mangdirib qo'yib, to'yni qiladigan chaqda kelinligi gaz ham gachi cho'ng qizni chiqirib bergan gapkanda bu. Gazgachi bo'lgandan keyin amay o'ltirib qolganiga qilgan qilg'ima bu endi. Biz nemi günah qildik bu haqqa? Vay o'lay, qandaqmi qilaman? Uning voy tova, voy yaylarni anglab taladin yugurib kirgan To'xti Qurbon Nosirmi ishlarning tafsilotini uqdi. Umu ko'tmak soqolini siqimdab, xeyli uzun o'ltirib ketgandan keyin asta o'rnidan turib Yunusqa: "Mana bolam, do'konga berib akangni boshlab kela. O'zining mashinasini haydamay, og'illarining birasi bilan mashina almashtirib kelsin. Bir yerga bormas. Chaqqon berib, chaqqon kel", dedi. Yunus burilibla ushqandek taloga chiqib ketdi.
Angacha o'jira uydagi yo'lbosning chaqirishi bilan Tillaxon Gulnisoxonni uyga kirib ketishga sharatlab qo'ydi. U kirib ketgandan keyin To'xti Qurbon Nosir xotoniga Ahvoldan qaraganda ishiga oldida necha kun saqlasaqmi, qudlarning izchil paydo bo'lmasligi mushu vajidan o'xshaydi. To'ydan burun Yasinning mashinasida u uyga necha qitim berib keldik. Yana bo'lsak, mashinani tonib qolmasa, u og'inisi bilan mashina almashtirib kelsa, billi berib, yana ishiga oldib turib baqili. Bir kim paydo bo'lsa bo'la. Paydo bo'lmay qolsa, shularning uy turishlik kentning tashkilini izlab ahvolni aytib baqamiz. Bugun zodi bu ishdan oyig'i chiqsin. Kelin akirdiq deb ming patman hasham daram qilganimiz bilan bu to'ydan hech kimning ko'ngli echilmadi. Nadimi mundaq nas bosgan ish bor, dedi. Bu gap bilan tashanmay aran turgan Bo'sudixon bo'qildab o'ksib bir hazo yig'ladi. Yarim soatlardan keyin darvoza oldida notunish bir mashina to'xtab, ichidan cho'ng o'g'il Yasin bilan kenji o'g'il Yunus tushdi. Ular hoyliq kirib bo'lguncha ota-onasi oldiga bordi. Ha, kayning yan bolam. Mashlarni qo'zg'a. Kelin singlingning uyiga bormas. Yunus, sen uyda qilib qilib, yangangga yordamlash. Ikkinchi yangang sirtqa chiqmasin. Yosh ko'z quloq bo'l. To'xti Qurbon Nosir ayol o'ltirgan mashina qo'yildab, yiroqlab ketgandan keyin Yunus tumishqini ushlab, hoyliqqa kirib ketdi. Qo'dalaning uyiga oz qolgan siri yuragi do'pildab so'qib ketayotgan Bo'sudixonning jiddiyligiga gap to'g'ri kelmaydi. Mashina qo'disining uyi bor ko'chaga qayrilib turishiga Bo'sudixon jiddiy vaqirdi. Balam, to'xta, to'xta, ko'mkangni to'xtat. Qara, bu, ana. Gulnisoxon, voy, yo'q, Yunus gapini qilgan qiz bola mushchig'i bor. Niyozay ishdan seriq kopta dedi. Chechini bir bo'g'ib. Darvaqa, Bo'sudixon qo'lini chinab, eri bilan mashina haydayotgan cho'ng o'g'liga ko'rsatayotgan bu qiz ko'k ranglik podichilar ishtini bilan sap-seriq kopta kiyib olgan bo'lib, uyda qolgan gach kelini Gulnisoxonga qo'yib qo'ygandek o'xshatdi. O'xshamaydi degili bir talma ortiq belgisi yo'q ediki, uyda qolgan gach kelin bilan ba'ayni qo'sh kizakdek ko'rinadi. Bu holdan hayron bo'lgan To'xti Qurbon Nosir ko'zini uvlab necha chimchiqiltibatdi. Angacha tuyuqsizlar oldida jiddiy turmush qilib to'xtagan mashinadan cho'chib, quyuq chochlari tik turgan qiz eg'izini buzib tillab bo'g'icha Bo'sudixon ayolmi mashinadan tushib bo'ldi. Qaysi masning taxiyi bu? Eski deysan aydiyalsan tuzukayda. Bumis yo'lni nimkash qilib odamning oldini to'smay yo'qilaman. Nimandaq? Bo'sudixon qizning oldiga kelib, chiroyiga sapselib qarayotganda, qizmi oldidagi bu ayolni tanidi. Ham gapining oxirini yutib o'tib, tamdak tatarg'inicha kayniga dojidi. Bizning besimiz bu. Qo'rqmang, balam, qo'rqmang. Bu yo'lni nimkash qilgan biz emas, bal sizlar. Shunga bugun ata-aytam paranglashili deb keldik. Mashinaga chiqing. Uyingizga berib, ota-onangizning oldida 100% turib deyishimiz. Bu gapni anglagan qizning jon peni chiqdi. Qoqqanidan g'al-g'al titirganicha kayniga dojivadi. Ham tarlag'idan yirtilib ketay deb qolgan podichilar ishtimning kasiyanchug'idan yonfonni chiqarib hapilashgach, kayniga burilibla cho'ng yo'l tarafga yugurdi. Qochdi! Dedi Bo'sudixon jiddiyleşib. Dadisi chiqsana mashinaga. Kaynidan yetishib, qizni mushu mashinaga solib olayli. Ota-onasini topamizsak, mushuni bosimi tutamizsak bo'lmaydi. Bolam chaqqan bo'l, mashinani kayniga yandir. Tez! Onasining jiddiy buyruqlarini eng tez sur'atda o'rinlashga tirishayotgan Yasin jabdaslik bilan mashinani kayniga qaytarib, cho'ng yo'lga olib chiqdi. Hamda qiz yugurib ketgan tarafga qarab, qo'yinda kaydidi. Ondan qizga yetishib, 4-5 qadamcha eshib ketgandan keyin yana jiddiy turmush qilib to'xtatdi. To'xti Qurbon Nosir bilan Bo'sudixon chaqmoq tezligida mashinadan tushdi-da, oldiga kelib qolgan qizni kappida tutib olib, chiqqan unumay tirajiginiga qo'ymay, ko'tarib, so'rab degudak majburlab mashinaga chiqardi. Ondan o'zlari qizning o'ng so'liga birdan sig'dilib, uning qo'llarini besib tutdi. Qizning vaqirash-jaqirashlarini ko'rinmas qilib o'tilgan aynakning asta-asta so'rilib chiqishi yutib ketdi. Mashina cho'ng yo'lda to'xtovsiz ilgirlayotdi.
Әмдeki nişan To'xti Qurban Nasırning uyi bo'lib, Bo'sudixon bu qizni elib berib, uydagi g'och kelini bilan yuzlashtirmoqchi. Avi so'zlayolmaydiganini qaritib qo'yib, belgisi bor gaplarning hammini bu so'zlayolmaydigandan so'rab bilmoqchi edi. Shundaqdimi, ko'p kunduzda qonun bilan idora qilinayotgan bu jamiyatda xalqning qizni majburlab mashinaga chiqarib menishning tutqun qilishdan farqi bo'lmaydiganini o'ylab ketgan Chechan Bo'sudixon erini buyurdi. Dadisi, kent müdürüge telefon beringlar. Avi adam bizning uyga bag'ishtirsin. Bo'lsa, amallik saqlash müdürimizni elib olsin. Bugun bu ishlarning o'rdigini uyan, xezini buyan qilmasak bo'lmaydi. Biroq shu tapda mavi qiz bolani zo'rlab mashinaga besib mang'inimiz qonun oldida xatolik etib qolmasin. Ashularning samiga sep qo'yg'ash, shular bayada so'raydi nima gap bo'lsa. To'xti Qurban Nasir yanchuqidan yanfonni chiqarib, kent mudiriga telefon berdi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishlardan qo'rqib, jeni kichikkina qolgan qiz Bo'sudixonning gaplarini anglab, texmo tipichaklab yig'lag'ila turdi. Va Qo'limni qo'yinglar. Anam bilan dadamga telefon qilib olay. Gap so'raydigan ishinglar bo'lsa, ularni kelsin hamsa. Nimin so'rsanglar, ashular bayada so'ranglar. Ishqilib bu ishlarda mening qancha gunohim yo'q. Menmi bir majburlang'uchi. Mening ishim emas bu. dedi. Bu gapning asosi bor edi. Ota-onasi buyurmasa, mushtimchilik bir qiz qandoqsiga ikki oilaning qo'diligiga chetildigan shuncha cho'ng ishlarni ostin ustin qilib yuralaydi. Qizning fikrini to'g'ri topgan Bo'sudixon uning qo'lini qo'yibdi. Qiz titrab turgan qo'llari bilan boyqi aloqsodilikda yanchuqiga tiqib oron ulgurgan yanfonni chiqardi. Ondan barmoqi bilan sizimchan konopkalarni bir-birlab bosqali turdi. Bo'sudixon u bosqan ekranga chiqib turgan nomerga zan qo'yib qarab turadi. 110. Qiz kirgizgan nomerning saqchiga delo ma'lum qilish qiziq liniya nomeri ekanligini ko'rgan Bo'sudixon qizdan chaqqan chiqib, uning qo'lidagi yonfonni birli qo'yib uchiribdi. 7-qism. Bo'sudixon u bosqan ekranga chiqib turgan nomerga zan qo'yib qarab turadi. 110. Qiz kirgizgan nomerning saqchiga delo ma'lum qilish qiziq liniya nomeri ekanligini ko'rgan Bo'sudixon qizdan chaqqan chiqib, uning qo'lidagi yonfonni birli qo'yib uchiribdi. Yonfon qizning qo'lidan po'ngmida uchib chiqib, To'xti Qurban Nasir yo'linib o'ltirgan tarafdagi deraza aynikiga tegib, nagidur tushib ketdi. Jodoni o'rlab sarang bo'lay degan Bo'sudixon qizning bir bo'g'ib chechidan qamallab tutdi va uningga til soldi. Hot Fijimalning qizi. İzzitini qilganini bilmaydigan no'gay kasqan yo'q. To'ydan burun yetkidek aldab bo'lolmaganmisan bizni? Anam dadamga telefon qilaman deb qo'yib, saqchiga telefon urg'izatsa ya sen. Aldirmay tur. Mavi ishlarning bosh oyog'ini oydinlashtirib bo'lganda, mana men o'zim saqchiga telefon berib, ota-onangni ham seni o'z qo'lim bilan tutib beraman. Hu beshingni yeydigan rasva. To'li mening oldimda olib ishiman deb tulkilik qilmay. Aldamchilik jinoyating uchun qancha yil turmada yotadiganligini o'ylag'inaysan. Aldamchilik jinoyati? Men unda qilmadim. Jinoyat o'tkazmadim men. Meni qo'yinglar. Men jinoyat o'tkazmadim. Hammani qilgan onam bilan dadam. Voy men odam bormi? Qutqizinglar. Bo'sudixonning gaplaridan texmi qo'rqib ketgan qiz qo'l putlarini qalaymaqan polang'ishtib, vaqirab jaqirg'ili turdi. Er-xotin ikkisi uni ching'ida besib tutib olib, qiz bilan Bo'sudixon bir-birini yetkichi tillab, uchaylan jon halqumida tipirlab, tirkishib, qor targa cho'milishganda, mashina To'xti Qurban Nasirning hovlisi oldiga kelib to'xtadi. Mashinaning to'xtag'ini ko'rgan kent mudiri Rozimmat Soyim, kentning amonlik saqlash ishlariga mas'ul saqchisi Mamatjon G'olam, cho'ng kelin Tillaxon do'kkirilishib yo'lga chiqishdi. Bo'sudixon bilan To'xti Qurban Nasir seriq ko'ptilik qizni tortqishlab, mashindan ep tushganda, darvozadan ko'rinib turgan yo'lda bo'linayotgan ishlarni derazadan ko'rib turgan Gulnisoxonni paloqshib yugurib chiqib keldi. O qaynonasi bilan qaynotasining iskanchasida yo'lqinayotgan singlisini to'nib, boshda kalashdek yejib, uning oldiga yugurdi.
Arqadınla o qizni amburdek ching qisib turgan qo'llarga qarab, nemish bo'lganligini bilolmay, hayronlikda ko'zlari chakchaydi. Gulnisaxonning dong qetib turganligini ko'rgan seriq ko'ptiliq qiz bor ovozi bilan Acha! Meni qutqizval! Bular men saqchiq topshirib berman deydi. deb tovuladi. Ammo Gulnisaxon bu qizning o'ziga qarab bir nimalarni da'vatganligini bildi-yu, nima da'vatganligini uqolmay, el qaynotasi bilan qayni onasiga, el singlisiga qarab tamtirib turib qoldi. Kent mudiri, amonlik saqlash mudiri Yunus va boshqalar bu ikki qizning bir-biriga xuddi birining terisini shulib elib, yana birining yuziga chaplab qo'ygandek o'xshaydiganligiga qarab hayron qolishdi. Chivin kirib ketsa, to'ymug'idek darajada echib qolishgan eg'izlardan bir eg'iz gapmi chiqmadi. Oxiri seriq ko'ptiliq qiz ularning qo'lidan yo'lqinib yig'lagandilar. Gulnisaxon uning tutib olinganligini bayqab, o'qdek yugurib kelganicha qaynonasining qo'liga esilib, singlisini uning qo'lidan qutqizish uchun tirkishib, har ishoralar bilan papalab ketdi. Biroq ular qizni qo'yib bermakda yo'q, Gulnisaxonni bir yonga so'rib o'tib, hech nimaga qaramay, qo'lidagi qizni so'rab daqratqinicha udul mehmonxona uyga akirib, tegiga kangri yeyitilgan cho'ng gullik gilamning ustiga domiltib etishdi. Qiz gilamning ustiga paloqqada yiqilib, beshi pakar shiraning qirig'i tegdi. Ularning kayindilla qo'g'lab kirgan Gulnisaxon yugurib bog'inicha singlisini yulab, uning daqiqa ichida g'o'rdek ishib chiqqan peshonasini silab yig'lavatdi. Qaynisiz Tillaxon! dedi Bo'sudixon 10 kishilik asrab turib, cho'ng kelinni to'g'ilab. Ha? Mana men ana. Aha, mashinada. Mao qizning telefoni tushib qoldi. Chiqib tepib ekranga men. Mao ikkisi ota-onasiga kel deb telefon bersin. Tillaxon dikkilik hayniga burilibda chiqib ketib, ayol o'tmayla qizning yonfonini ko'tarib kirib, qayni onasiga uzatdi. Bo'sudixon uning qo'lidan yonfonini elib, Gulnisaxon bilan singlisining yeniga zo'ngzaydi. Ham seriq ko'ptiliq qizdan so'radi. Isming nima sening? Gulnisa. Hey seriq aslan. Ochangning ismimi Gulnisa? Endi sening ismingmi Gulnisami? Rost gap qila, judunimni o'rlatmay. Isming nima? Buynisa. Rasmoya? Ha, ras. Achamning ismi Gulnisaxon. Mening ismim Buynisaxon. Qiz shundoq deb yana mitchida yig'lavatdi. Uni quchoqlab o'ltirgan Gulnisaxonmi allaqachon yig'lab eqib ketgan bo'lib, bilmagan odamlar bu ikkisi xuddi mushu odamlar tarafidan rejimga elinib, urib so'qilayotgandek ta'sir beradi. Bundaq bo'laverishini xohlamagan kent amonlik saqlash mudiri Mamatjon G'ulom Bo'sudixonni jimladi. Hay, acha, hay. Manda qilmayli qarsizlar. Menmo hamma ahvoldan xabar topdim. Baya sizlar kagicha Tillaxon bilan Rozmat mudir menga deydigan gapning hammani deb berdi. Endi bularning qilgani xato bo'lgan bo'lsa-mo, biz ishning jarayonini, sababini to'g'ri usulda so'ramsak bo'lmaydi. Shundaq-ku. Qonun bilan idora qilinadigan bu davlatda qonun bo'yicha boshqurilib shundaq yaxshi yashab kelgan fuqaro turib, birovni o'zimizning uyga majburlash vositasida tutib akilib, shaxsiy so'roq qilsak yaxshi bo'lmaydi. Lekin bu sizlarning oilaviy ish bo'lgandan keyin ishning tafsilotini bilgicha mush yerda so'rab beqishga yo'l qo'ysak bo'ladi. Agar bulardan gap uqib bo'lgandan keyin delo turg'izib tekshirishga tegishli ish bo'lsa, ondan yuqoriga ma'lum qilib, yuqorining tasdig'ini olgandan keyin kanat soqchixonasiga olib ketamiz. Shunga hozircha eg'ir besiqlik bilan ilmiy paranglashib, ishlarning inig'ini bir uqili. Sizlar mandaq vaqirab qo'qitib yursizlar, qizvola tex qo'qib ketdi. Bu kayfiyatida hili baka deydiganni qo'yib, demaydiganni deb yursa, hammamizga yaxshi emas. Avval ikkisi ota-onasiga telefon berib chaqirtib kelsin. Angacha o'zaro paranglashib o'ltirib turli. Avvala kelgandan keyin hammasini darqamda qilib so'rasaqmi kechikmaymiz emasmi? Menmi shuni demoqchi mudir. Ismini so'rab baxtim shu. dedi Bo'sudixon ondan qo'lidagi yonfinni Gulnisaxon otliq seriq ko'ptiliq qizga tanglab. Tutahmani. Anangga telefon qila. Dadangni boshlab mishaga kelsin. Bayqadek saqchixonaga telefon berdigan bo'lsang, dastlab to'qolni chiqarib etman. Achchig'im kelib aram turganda, men bilan o'chakashmay digirimni qil. Bo'la chaqqan. dedi.
Qiz xitildab yig'lig'inicha titrab turgan qo'llari bilan yonfunni oqtirib, onasining nomerini tepib, ulab bo'g'icha Bo'sudixon ingishib, uning harakatlariga qarab turdi. Ana, meni achamning erining uyidagilar tutib oldi. Bu uyda odam beychiq ekan. Dadam ishkalanmish yerga kelsin, so'raydigan gap bor deydi. Tezroq kelsanglar bo'lg'uday. Bo'nisaxon sho'lani deb haqiqtab yig'lab ketdi. Gulnisaxon uning yoshlarini surtib, ishorat qilib bir nimalarni deb singlisidan o'ta yig'lab o'tiradi. Uning qaynonasi Bo'sudixonga damma-dam qarab qo'yayotgan ko'zlaridan g'azab, ochiq alam va o'shmanlik ushqunlar chaqnab turadi. To'xti Qurbon Nosir ikki moderni boya Bo'nisaxon usib Shiraning oldida o'ltirishga taklif qildi. Tillaxon chiqib choy damlab, piyolalarga navat selib kirguncha, Bo'sudixon ishik tuvida ikki qizga qo'riqchilik qilib qarab turdi. Yandagi hujurda heli onasini, heli xotinni chaqirib to'g'lab yotgan yo'lvosning uyni hech kimga anglanmagandek, bularning hammasi mushu ikki qiz bilan halak edi. Oxiri arvohi uchgan Bo'sudixon cho'ng o'g'li Yasinni buyurdi. Mana, ukangga bir qarab kiraman. Kakrab o'lmasin eli. Adamning ochchig'i kelib aran turganda ajab bir to'g'laverdi. Yasin ishki so'nibli chiqib ketgandan keyin vaqirab to'g'lab yotgan yo'lvosning uyini o'chdi. O'ltirganlar ishlarning beshin deyishib, endi dardlarini to'kishib, navat choylarini pulab turganda, ishikdan qistilib so'qilib, ayol qodisi kirib keldi. Va yerda bir-birini quchoqlab o'ltirishgan bir jup qizni ko'rish bilan tang, voy balam deganicha qizlarning yenig'i zo'ngzaydi. Qizlar ota-onasini ko'rish bilan varrada portlab yig'ini soldi. Cho'ngi dadisining qo'liga esilib, heli qayni ona, qayni otasini, heli singlisini uning ko'rsatib, sharatlab, papalab ketdi. Kichiki, xuddi imdigandek onasining quchqig'i sho'ng'ivag'inicha boqildab yig'lab, zodila beshini ko'tarmadi. Ayol qodila ikki qizga tasalli berib, ularni yig'idan to'xtatgunicha hech kim ularning diqqatini bo'lmadi. Gapmi qilmadi. Jimjit peti bu manzaraga qarab turishdi. Xeyli bir kamda ayol qudisi yagi yukinib qolgan petida kichik qizini qo'ynidan ajirtib, shaqqada kayniga burildi va zarda bilan: Ha? Qanday gap bu? Nemish bo'ldi zodi, ha? Shuncha odam birlashib, urib so'qib yurdingmi bolalarimni? Voy silining bolalarini bir kim urib so'qib yurmadi, qudam. Dedi Bo'sudixon. Qodam degan gapni to'limi urg'uluq ham so'zib aytib. Cho'ng qizlardan so'rayli desak gap qilolmaydi ekan bu. Silidan so'rayli deb izlab bassaq, tikanli kirpidak o'g'illarga bir kirvasili zodili chiqmaydi ekanlar. Xuddi biz har bir qaysilarini tirik yutib yeyotgandak, faqat o'zlarini ko'rsatmaydi ekanlar. Bu ishlarning nemisining nim bo'lganini bilib baqili deb, kichik qizlarni chillab akeldik ma'voyga. Mushu chillash bo'ldimi bu Sodixon? Ha? Uy, qodam. Balını urib yig'latib qo'yib, qanday chillag'anlar bu? Ma gapni o'qib beqibroq gap qilslar bu Sarxon. Kim ballarni uribdi? Qo'rqib ketib yig'lasa, biz urg'an bo'lib qoldikmi endi? Mal egisidan o'g'ir kuchli degandek, nima qaqib bo'ldi bizdan o'ta sakrab tushdi-mi haq? Ikki ayol takallashib turib, orlig'i bara-bara yaqinlab qoldi va bir-biriga qo'lni shiltishib, hozirlab mushlashib, choshlashib ketadigandak o'rpishib ketdi. Buni ko'rib o'ltirishgan erlar darrov o'rinlaridan turib, ikki ayolni arashladi. Kent mudiri Ro'zimmat Soyim Bo'sudixonni jimladi. Hay, acha. Manda qiziqqanligim mayli deyman. Avval aniqroq so'zlab, maqsadni bir uqtirmaydimi? Qandaqli bo'lsin, bu ikkala sizlarga xudo. Bola desa, mekan jinida o'zini otidi. Shuna ayol qudlarini to'g'ri tushansizlar. Balasining yig'isiga chidamay ochiqlab soldi. Maya kelib, hammamiz chiroyli o'ltirib paranglishlar deb yig'ildik bu yerga. Chechilmay paranglishlar. 8-qism. Hay, acha. Manda qiziqqanligim mayli deyman. Avval aniqroq so'zlab, maqsadni bir uqtirmaydimi? Qandaqli bo'lsin, bu ikkala sizlarga xudo.
Bala desa mekanjanida o'zini otidi. Shuna ayol qudlarini to'g'ri tushansizlar. Balasining yig'isiga chidamay achchiqlab soldi. Maya kelib, hammamiz chiroyli o'tirib paranglashili deb yig'ildik bu yerga. Chechilmay paranglashili. ikki ayol bir-biriga yavatgudak sat olishgandan keyin asta o'ziga qaytdi. O'sarxon ismli ayol quda yana qizlarning yeniga zo'ngziyib, ikkisining ko'z yoshlarini surtkili turdi. Manqarsla acha, ha? dedi kentning omonlik ishlariga mas'ul mudiri Mamatjon G'ulom. Kent mudiri Ro'zimmat Soyimning ishorati bilan gelni qirib qo'yib O'sarxonga: Sizlar ikki oilaning qudi bo'g'iniga texi 2 oymi bo'lmadi. Toza bo'lsa 1 oy bo'lib 10 kunlar oshqandi. Endi bu yerda hammamiz tushunamagan, lekin tushunmasak qat'iy bo'lmaydigan sal mujmal bir ish chiqib qoldi. Bu uydagilar deydi, kelinimizni to'ydan burun ko'yganda normal so'zlab, kulib, hammamiz bilan paranglashib yuratdi. To'ydan keyin so'zlamas bo'lib qoldi. Bu ishning tegiga yetammidoq deb. Demisimi, kelin qizning to'ydan burun so'zlaganligini bu uydagilardan hammasi anglab ham ko'rib ekan. Paranglashib beqib ekan. Lekin kelin qiz bilan to'y bo'lib, kelinni yo'tkab aklib bo'lgandan keyin so'zlamas bo'lib qolgan ekan. Bu ishlarni tushunamay, enig'ini uqib qisqagini bu normal ish. Shu topda buning qandoq ishligini meningmi bak bilgim bor. Endi hozirgi masala ko'z oldimizda turibdi acha. Qarsak, opma o'xshash qiz boladan ikkisi ana oldimizda o'ltiribdi. Ikkisining qo'shkezakligi hammamizga ayon bo'ldi. Bak talaylik ayol kalla acha. Mundaq talay hamma ayolga nasib bo'lavermaydi. Ish qilib sizlarga hurmatim biraqla ochdi. Endi bulardan birining tili bor so'zlaydi. Yana birining tili yo'q, gaz ham qochgan. To'ydan burun bu uydagilar sizlarning ikki qizlar borligini bilmaydi ekan. Sizlarmo demabdi ekanlar. Qizlarni ashu so'zlayoladigan bir sili bor deb o'ylabdi ekan. Lekin shu to'ydan keyin bu ishlar chiqqandan keyin ahvol boshqacha bo'lib qoldi. Shunga hozir oradagi ishlarni aniqroq tushuntirib qo'ymasa bo'lmaydigandek turdi. Nimani tushuntirib qo'ydikanman, ha? dedi Bo'sarxon degan ayol duduqlab tamtirganicha. Uning qo'rqinchi chiroyiga chiqib ketgan edi. Tushuntirgidek ish yo'q. Shu qudular elchi bo'lib uyga beribdi ekan. Qizni badoq, to'lishib qudu bo'lishdiq shu. Buni sarangmi biladi qarsizlar. Mavi qizlarning gapini qilyapmiz biz hozir. dedi Bo'sarxon chechilganicha ikki qizga qo'lini shiltib. To'ydan burun bizga gap qila oladiganini ko'rsatib qo'yib, to'ydan keyin kelinlikka gaz qachini chiqarib berdilar, shundaymi? Voy yo'q. Voy undaq emas. Voy texi yo'q devatqinini voy. Hu qizil ko'z aldamchilar. Heli bika qo'yim tutmasa yaxshi. Deyishib qolsak ona-monalarni Hay, acha, manqarsla bo'ldi. Biz gap qilib turgandan keyin mandaq chachirmayli deyman. Nima bu shuncha odamni kent mudiri ishkimizni ko'zga ilmay, qudulog'i mush ko'tirib yurmaydiganlar? Voy uka, mengu mush ko'tirdigan ish bilan qattiq xo'sham yo'q deysizlar. Yuvashtirib bersak mushundaq bo'zaq qiladi emasmi? Sizlar chiroyli gap qilib o'ltirsizlar, mushundaq yaqtin boshlaydi gapini deyman. Shunga mandabi non yegandek jang gap qilib, rost gapini degizilma u haqqa. Mamatjon G'ulom O'sarxonning erkaklarga xos turgunligiga qoyil bo'lib pising'idi kuldi. Chunki uning kutayotganimi dal mush edi. Mamatjon G'ulom u yoqdan yumshoq vosita bilan chiroyli so'rasa, bola chiroyli gapga unamay bo'yin tovliq qilsa, O'sarxon bu yoqdan qattiq vosita bilan tahdid selib turib so'rasa, gap hamini bir yerdan teshilatdi. Shunga O'sarxonning pozitsiyasini foydali ahvol deb qargan Mamatjon G'ulom chiroyiga jiddiy tus berib, O'sarxon bilan uning eshikdan kirgandan boshlab beshini yerdan ko'tarmay, pushuldab o'ltirgan eriga qarab dedi. Mushundaq gap aka achalar. Men boshdan boshlab Bo'sarxon ochimizga nasihat qilib, uning jadal chiqarishini to'sib qolay deb tirishyapman. Sizlarmi shuningga yarasha bizga aktiv moslashib, bu ishlarni bizga to'g'ri bilan tushuntirib qo'yinglar.
Onunğa unumay taraqshib turib olsanglar, andın bu yerda bir-biringlarga qoyil bo'lishmay, jadal chiqib qolsa yeziliq soqchixonadan ham noyilik jamoat xavfsizligi idorasidan odam keladi. O chaqda demayman deb tosh tishlab turib olsanglar, beka. Ya bo'lmasa hammamiz bu yerdan qopibla dilo ma'lum qilib yeziliq soqchixonaga chiqayli. Shu yerda soqchi yo'ldoshlarning moslashtirib so'roq qilishi bilan hozir digili unmagan gaplarni deb berasizlar bo'lmasa. To'la saqchi, qaqchi deb bizni qo'rqitmisizlar, ukam. Saqchining oldiga berib qolgadak hech qanday jinoyatimiz yo'q bizning. U yergacha qarsizlar qonunga xilof qilganlar bordi. Ha, hammamiz bilamiz buni. Shundaq bo'lgandan keyin to'la bizga qog'oz yo'lboshlarni palanglatmay, bizni ma uydan chiqib qo'ysizlar. Osh. To'ydan burun saq qizlarni ko'zitib qo'yib, to'y xeti ham to'yliq og'ilmi saq qizlarni avatib, to'ydan burun qichilloqlarning hammasiga gap qila oladigan saq qizlarni chiqarib qo'yib, to'y qilib bo'lganda kelinligi gaskach qizlarni avatib qo'yganlari xili obdalli jinoyat manziliga deb qo'yay. Bütün oila birlashib o'tkazgan mushu aldamchilik jinoyatinglar uchun vaqti kelganda hammanglar qonunning so'riqiga uchraysizlar. Er xotini ishkinglarga yechinglar bir yerga berib, bir putonlar go'rga sangilgan odam ekansizlar. Turmaga kirib qolsanglarmi yeydigan, ichadiganinglar, yotadigan yeringlar ashada tayyor bo'lgandan keyin sizlarga g'am yo'q. Lekin mavi ikki qizinglar texi yosh, kichigi tex to'y qilmabdi. Cho'ngimi salomatlik ahvoli shukan. Mushu gulda qizlarning yoshligi bütün ömrü turmada o'tsa, sizlarcha bu arzimdi. Qonunning ixrar qilganlarga kengchilik qilish, qarshilashganlarga ig'riltib jazo berish deydigan bir nuqtasi bor. Hozir bizning bu ishlarni soqchixonaga bormay turib, deyishib aniqlayli deyishimiz. Birinchidan, qonunning sizlarga kengchilik qilishini qo'lga keltirish uchun. Ikkinchidan, ikki oilaning quduliq munosabatini bakmi qatmanlashtirib o'tmay, bo'g'idakli yeri bo'lsa yarashtirish tarafdorida hal qilayli deb o'ylaganimiz uchun. Yaxshi ko'nglimizni tushunmay turibsizlar, bizningmi delo ma'lum qilmay amalimiz yo'q. Sal turib soqchi yo'ldoshlar kelganda, "Amdi day" deb ming yolvursizmi beka. Ish ching'iga chiqsa, aldamchilik jinoyatinglar uchun jazo kesilib, keyingi umringlar turmada o'tadi. Shunga ko'yinganni bilib, yaxshilikcha gapning inig'ini sizlar. Onunga ko'nmisizlar, biz degan to'qoqliq ot. Qo'limizda polatdak paket bor. Yeziliq soqchixona bilan bu yerning orlig'i 2 qadam yo'l. Biz mang'ili erinsak, ular o'zi keladi. Mehmetcan G'ulamning bu gaplarini anglagan Bo'sarxon obdalli tatadi. Birdi eriga, birdi Mehmetcan G'ulamga turibla ikki qiziga qarab, belinarlik titrab, levini tishladi. U ishkilinib o'zini tingshab qolgan shu daqiqada seriq ko'ptiliq qiz Bunisaxon o'zini ruslab, yukinib o'ltirib, haqiqtab turib, onasiga shundoq dedi. Men boshda bo'lmaydi degan bu. Unda qilmayli degan. Hammani bilib qoladi. Obdan bo'lmaydi degan. Hamda obdan bo'ldimi? Qanday qilamiz endi? Qanday qilmayli degan? Nerni obdan bo'lmaydi degandingiz? Kasbiy soqchilarga sezgirlik bilan so'zidagi yuchuqdan foydalanib, psixika hujumi qilgan Mehmetcan G'ulam qizning ko'ziga mehribonlik bilan tikilib, to'limi yumshoq ovozda, salmoq talaffuzda shundoq so'rdi. Achamni bu xil usulda yotib qilmayli degandim. Hamon bir kuni bilib qoladi, pek xafa ketdi. U chaqda bo'ladigan jidalni yig'ishtirmag'imiz tas bo'ladi deb aytgandim bo'lmasa. Qiz shundoq deb texmi bak esadab ketdi. Onunga qarab, nemish bo'lganligini anqiranmagan Gulnisaxon singlisiga papalab bir nimalarni qilib sharatliginicha uning yeshini surtib, beshini maydisiga besib quchoqladi. Kichik qizining iqror qilib etishi bilan boyqi o'sal petidan tushgan Bo'sarxon lassida bo'shashdi. Ham beshini tuvan soldi. Bu holdan sal ishonchga to'lgan Mehmetcan G'ulam ayolning eridan so'rdi. Aka, o'zlari qizlarning dadisi bo'lamlar? Ha, xo'sh, men dadasi. Ismlari nima ekan?
Etem abla İbrahim. Baya deganlarimni o'zlarim angladilar aka. Qoida bo'yicha bo'lganda to'ydan iborat ikki odamning umri ishida mundaq bexaslik qilinmaydi. Lekin sizlar shunday qilibsizlar. Ya'ni kelib bu ish qonunga xilof bo'lib, aldamchilik jinoyatiga chetiladi. Hargizmi ikki oila o'rtasidagi normal jadal majra hisoblanmaydi. Shunga voqeani boshdan oxir bayon qilib bersizlar. Hammamiz buning nima ish ekanligini bilili. Menmo sizlarni qonuniy javobgarlikdan qutuldirib, ishlarni murassa yo'lida hal qilishga tirishay. Hammamiz mushu jamiyatda normal yashab, xotin bolalarimiz bilan birga baxtli holda kunning serig'ini ko'raylik. Agar bak bo'yin tovliq qilib digil unimay turvaslar, mangamo amal yo'q. Yezilik saqchixonaga yoki bo'lmasa sud mahkamasining sud zaliga borganda ondan to'liq deylar. Abla İbrahim ismli bu odamga Mehmetcan G'ulomning gaplari bakla ta'sir qildi. U peshoni chekildirdan sarqishqa tayyor bo'lib turgan terlarni chopinning yengi bilan surtib, duduqlab turib aytdi. Ma'qul ukam. Men dey. Bu ish mush onasining joyli qilib turilishi bilan shunda xo'p qolgan. Bizga mo boshqa amal qolmay qoldi. Shu gaplar bo'layotganda Bo'sarxon eriga qahrlik olib qo'yib, yukinib o'ltiraverib seqirab ketgan putlarni o'lab o'ri turdi. Ondan belini ruslab, o'zini o'ngshib olgandan keyin ikki qizni yulab turg'izib, arlar o'ltirgan krestloning bir tarafiga sig'daldi. Buning bilan endi hikoyani Ravrus anglaydigan bo'ldik deb o'yladimi? Bo'sudixon bilan Tillaxonmi o'yladan yig'ma o'rindiqlarni akirib, gilam ustiga tizib o'ltirishdi. Mehmetcan G'ulom abla İbrahim degan odamga qani so'zlang degan ma'noda ishorat qilayotganda Bo'sudixon peshonasiga paqqida shapaloqlab shundoq dedi. Vay esim qursin, to'xtanglar. Menga balam Tillaxon, chiqib yasini tovlang. Ukisini chaqliq o'rindiq elib miyaga akirsin. Gaplarni o'zim anglasın. Keyin abalıga ayırım tushundirib yurmayli yana. Bo'ling'a chaqqan. Tillaxon oslandek shippida chiqib ketib, 2-3 minutlardan keyin Yasin bilan billa puti teng'iqdagi yo'lvosni chaqliq o'rindiqqa o'ltirg'izib, kaynidan ittirib kirib keldi. Yo'lvos yo'tsig'ichi bintilab tengilgan putini tankining o'q uchidek batlab, o'doliga chiniganicha ikki qo'lida chaqliq harvoning chaqini yo'rg'iltishga kuchab o'ltiratdi. Yasin bilan Tillaxon harvo chaqini yerdan 5 sm egizlikdagi bo'sog'idan o'tkazib bo'g'icha qattiq bir cheqilish bo'ldi. Va og'riq put silkinib, cheqilib bergan yo'lvos og'riq dastidan voyjallab ketdi. Bo'sudixon bolasining voy-voylarga chidamay, berib ularga yordamlashib, kichik o'g'ilni har holda yeniga akirib oldi. Odatda yo'lvosga kichkina bir ish bo'lsa, joyida turamay qoladigan Gulnisoxon bu qatim uning xelali haraj tortganligini ko'rib o'ltirdi-yu, yo'lvos oilasidagilarning o'z uydikilarni musholda xo'rlab olganligiga qeydib olib, ta'tir qarig'inicha o'mib o'ltirib oldi. 9-qism. Odatda yo'lvosga kichkina bir ish bo'lsa, joyida turamay qoladigan Gulnisoxon bu qatim uning xelali haraj tortganligini ko'rib o'ltirdi-yu, yo'lvos oilasidagilarning o'z uydikilarni musholda xo'rlab olganligiga qeydib olib, ta'tir qarig'inicha o'mib o'ltirib oldi. Ha, mana endi hammaylan to'liq bo'ldi. Aka, qani, endi desizlar. Dedi Mehmetcan G'ulom, kuyovning bechora holiga echinib o'ltirgan abla İbrahimga. Ma'qul ukam. Men bizning Vay bitinlerini çaynamay gaç gap qilmamla. Miki bilan kunkash bo'ladi eli. Nima odam zangli qilganda kekashlab. Abla İbrahimning duduqlab gapini boshlayolmay qolganligi Bo'sudixonning qo'yni qo'zg'avatdi. Ammo Mehmetcan G'ulom uning lappida bir qarab, chiroyini g'o'chchida turib edi. Gapining oxirini yutib o'tib, shuklab qoldi. Endi bu mundaq gap edi, tuqqanlar. Deb gapini boshladi abla İbrahim. Ulug' kichik ting'inicha ikki qiziq qarab qo'yib. Bizning 2 o'g'il, 2 qizimiz bor edi. O'g'ilning cho'ngini qudular ko'rgan. Mal elib, mal setib yuriydi. Kichigi uyning kenjisi edi. Ömrü qisqa kelib, necha yilning oldida
maktabga manga yo'lda qatnash so'qib o'tib, Vay. Nimandaq qılıdığandı. Vay, u oğul ballarının gipini qılıvatmaymiz, qarısıla. Mav işki qızının gipini qılılay, mav işkisinin. Bizning kelin qaysi, to'ydan burunqi qaysi, hozirgi qaysi, shuni deymanla. Ajabchilik qildi ya bu odam, ajabchilik qildi. Deganda gapini topolmay o'ltirgan Abla Ibrohim Bo'suyduxonning bu do'q qilishi bilan dekkini beshini ko'tardi. U hozirning o'zida nima deyish kerakligini bilib olgandek qiladi. Bo'suyduxonning yig'ilivitay deb qolgan turqi intayin kulkilik bo'lsa-mu, uning qarab kulishga hech kimning rag'di yo'q edi. Oxiri bugun bu gapning hammani demasa, bulardan qutulanmaydiganligiga ko'z yetgan Abla Ibrohim qaddini ruslab o'ltirib gapning negiziga ko'chdi. bu ikki qiz bola bizning qo'shkizaklarimiz bo'ladi. Cho'ngning ismi Gulnisaxon, kichigining ismi Buynisaxon. Bu yil 23 yoshga kirdi. Cho'ngi 4 yosh vaqtida o'ylimizning so'qmi temi o'rilib tushib, besib olganlikdan gaz ham gachib qolgan. So'zni yemmaganlikdan quluqimi normal anglayolmaganlikdan maktabda o'qiyanmadi. Kichigining teni sog'lom, obdan cho'ng oldi. Maktabda o'qidi, to'liqsiz o'tir maktabni bitirib bo'lgandan keyin tikkuchilikka shogirdlikka berdik. Hunarni bir obdan igilab, o'z oldiga tikkuchilik dukkanini ochib oldi. Cho'ngning ahvoli shu bo'lg'achqa holidan biz xabar oldik. To'g'risini deganda, u bizning holimizdan xabar elib, mushi yeshigacha uyning cho'ng kichik, eg'ir yinik, yuguritim ishlarining hammasini o'zi qilib keldi. Qizlarning yeshi bir yerga berib, to'y ishini o'ylashdigan chaqda kichigi sog'lom bo'lganligi, qo'lida hunir bo'g'ini ham xalqlarning ko'nglidagidek bola bo'lganligi uchun uningga bakchiq yerdan loyiq chiqdi. Bu so'g'imizdan elchilar zodi üzülmedi. Lekin cho'ngning ahvoli hammaga ayon bo'lg'achqa, shu bolaning to'y ishidan rizqi kam chiqib qoldi. Onasimi kichigidan tortib uydili boqqashqa, ancha-muncha talatuzga chiqib, bir kimlar bilan tanishib, ko'rishib qolmaydi. Shunga o'g'illarmi, o'g'li bor oilalarmi uni bek bilib ketmaydi. Bilganlarmi meyipligi sababidan bek diqqatini og'dirib ketmadi. Shunday qilib, cho'ng qizimiz chiqmay o'ltirib qoldi. Endi buni har qaysinglarmi o'ylab yetalaysizlar. Ota-ona bo'g'ichning eng cho'ng g'ami o'g'ilni o'ylab kelin akirish. Ondan qizlarini yotliq qilib, yaxshi bir oilaning qo'liga tutqizish. Bizmi mushinchilik vaqtimizda bolalarning uvusini yasab berayli. Keyingi turmushidan xotirjam bo'lib, ko'zimizning o'chig'ida navr-chavrlik bo'lib, bola vaqisini beqib qatori qo'shib berayli degan. Hammadan beshimizni og'irtqini mushu cho'ng qizimizning to'y ishi bo'lg'achqa, xeyli ko'p amal chorlarni o'ylab tepib, necha yilgacha shu bolaning g'amini yedik. Lekin shuncha tirishqanlarimizga yarasha uningga yana bir qitimmi elchi kep boqmadi. Oxiri yuzimizni qilin qilib, ba'zi oilalar qudilish to'g'risida qatirab, to'yliq so'rmaydigan, to'ylishib qolsak, bolalarning o'ltiradigan uyini biz selib, uyning kompyuterlarini biz ep berdiganga va'da qilib, obdalli kuchab baqdik. Lekin bu qizning gaz ham gachiligini bilib, hech kim qudilishni xohlamadi. Xohlagan bir ishkaylanmo bolani ko'rib beqib, necha kundan keyin yenib oldi. Kichki kelib ketayotgan elchilar bu so'g'imizni teshib o'tayli dedi. Cho'ng o'ltirgan yerda kichigini bosh talaliq qilishga bizning ko'nglimiz unimadi qaraslar. Shu arada kichigi Buynisaxon bir o'g'il bilan tanishib, to'y qiladiganga deyishib yuribdi-ekan. U bolaning uydagilar texi to'liq elchi qo'yib, oldirtib, holimizni qo'ymadi. Shuning bilan cho'ngning to'y g'ami beshimizni o'choq etibdi. Shu chaqda tuqqanlarning tunishimikin Nashbatxon deb bir ayol bizning qizga elchi bo'lib, mono qudamning o'g'lining gapini qilib beribdi-ekan.
Sürüştirib baxsaq, bu qudular bizni toza tonimaydigan, ikki qizimizning ahvolini aniq bilmaydigan kishilar ekan. Ikki uyning orlig'imi obdalla yiroq ekan. Shuning bilan Nashbatxonga o'ylashib baqayli deb qo'yib, necha kunni o'tkazib etdik. Shu o'ylashib beqish jarayonida onasi mush planni ko'zitib qoldi. Shuning bilan To'xtasizlar aka, to'xtasizlar. Onasi qandoq planni ko'rsatib soldi? Aniqroq deb bersizlar bizga. Mamatjon G'ulom masalaning jon yerining o'tib ketkilayotganligini his qilib, darrov Abla Ibrohimning gapini arashladi. U kishi Mamatjon G'ulomga lappida bir qarab qo'yib, gapini davomlashtirdi. Bolaning onasi kichik qizning to'y ishi bo'lgan sir qistab qelyotdi. O'g'il bolami qo'shnilarning o'g'illariga bular endi to'y qilib bermasa, qizni keynimga selibla ep qochaman. Yüzü tökülse qolgan ishqi ma'ig emas debdidak. Bolaning to'yini endi keyniga surgili bo'lmaydi. Shu Nashbatxonga o'g'il tarafga qizni berishni xohlaydiganligimizni aytayli. Ular elchi boshlab kelsa, oldiga kichik qiz chiqsin. To'yliq, uch ishlag'imi kichik qizni chiqirayli. To'yni qilib, yuzini yopadigan chaqda cho'ng qizni chiqirib bersak, ish qilib, ikki qizning chiroyi o'xshash bo'lgandikin bayqayanmaydi. Qudularning uyiga borg'icha birasi kelin bo'lgan qizimizdan gap so'rabmi yurmas. Gap so'rab qolsimi, quliqi anglamagandikin javobni bermay jim o'ltirar. Javob bermaganligini to'yi bo'g'iniga xijil bo'lib gap qilolmayotdi deb tushunishidi. Shunda qilib o'tgaldan o'tib olamiz. Balamiz qudularning uyiga berib 2-3 kunni o'tkazib bo'lganda kuyovol bilanmi 5ni qo'shib bo'ladi. Shuningdan keyin qaytirib etimiz desimi qaytiranmaydi. Bizmi unimay turib olamiz. Sizlar boshda ko'rgan qiz mushu shu deb turib olsak, hech kim hech nima deganmaydi. Cho'ngning g'amini tugitib elib, ondan kichkining to'yiga tutish qilayli deb qoldi. Men uyan o'ylab bu maslahatning toza oqmaydiganligini his qildim. Unimisam onasi qo'ymay turib oldi. Shu ish to'g'riliq saq 2 kun jidal o'ynadik. 3-kuni yana shu ishni deb jidallashib olsak, Nashbatxon degan elchi ayol yana kapto qarslar. Onasi meni ishtirib shilab talog'i chiqarib etib, u ayolga ma'qullik berib qo'yibdi. Keyingi ishlar oshindaq bo'ldi. Asli shu chaqda onasi ikkimiz kichik qizga qudu taraf choy ep kelganda oldiga chiqib ko'rinib qo'yibla kirib ketsam bo'ladi. Mundaqli ahvol so'rab qo'y, ko'p gap qilma, yanada bak uzoq turma deb jiklab qo'ygan. Kuyog'ol bola bizning qiz bilan ko'rishsam deb talab qilgandimi, kichigini chiqarib qo'ydik. Shu chaqdimi ko'p gap qilma, uzoq turma deb bak tapilab qo'ygan bo'lmasa. Ko'p paranglashmagan bo'lsa, bu qizlarning qaysisining saq, qaysisining meyib ekanligini bag'im bilib ketmaydi. Keyin nima ish oldikin tang, ishlar buzilib. Qudular ikki qizning bir odam emasligini bilib qopti. Keyin bo'lgan ishlar mana mushu. Hammani qilgan, mush hang vaqti jo'ynimak. Bo'sarixon yanada xitildab yig'lab o'ltirgan kichik qizining peshonasiga noqib vaqirdi. Jihkab qilmang, qizirib, tirni qizini tatlab yerga qarab tursangiz bo'ldi. Xijilchan, o'ngli qiz balkan deb qolsin, amal va to'yni bir qilib olaylik desam, kashkicha siyg'iz qanday sharaqlab o'ltirib, o'zing gap qila oladiganligini butun xalq olamga bildirib bo'lgan gap. Bo'lmasa chiqmaydigan ishlarmi shu? Qanday qilaman shu? Dedi qizmo pang'ida yig'lab. Asqarni uydagilar to'yga oldirib oram bermasa, u dihi amda uyingdagilar qo'ng'in ko'tarmaydigan bo'lsa, boshqasi bilan to'y qilib olaman deb qo'rqitib yursa. Necha yilning yoq to'y qilamiz deb so'rashib yuribdi. Qo'li tugab g'ayri chiqarganda tezroq bir yaxshi qilib yetayli debdimi? Baribir achamning o'rnida to'y kutishga chiqadigan bo'lgandan keyin ochiq yoruq chiqish qahroq ta'sir bersam, achamning to'yining ishi tezroq pisharmikin deb bu uydagilarning cho'ng'ini acha kichigini ukam deb xushamat qilib qolim qolmadi bo'lmasa. Bek yo'g'a ish qilsan, Setkoski. Bo'sarixon yana do'q qilib qizining beshiga chala puchuq birni soldi.
Qiz yiqiqtab yig'lab, yuzini atginicha ochisining quchqig'i sho'ng'idi. Bu ishlarning tigi-taktidan hozirga qadar mushundoq bo'lib ketganidan cho'ng qizning xabari bormi? deb so'rdi Mamatjon G'olam abla Ibrohimdan. Ha, yo'qsa. Kichigi onasi nimani buyursa shuningga mengib, ochisining o'rnida chiqib kirib yurdi. Cho'ngi izchil uyda turib, osh tomoq etib, qoch-quchi yig'ishtirib, mehmon kutib, hech kimga ko'rinmay o'ltirdi. Sizlarmi bu ishlarga boshdan oxir qarshi fikr bildirmadingmi? Ha, endi shu qiz bola meningmi bolamkan. To'y ishi beshimizni qatursa, onasi ikkimizninkini mo tang qaturdi ekan. Endi shu ko'zimizning o'chig'ida uyini ko'rayli, bolasini beqib berayli debdimiz. Başta onasining planiga qarshi chiqib, xeyli urushib baqdim. Keyin o'ylab baqsam, buningdan boshqa amalimizmi yo'q ekan. Shuning bilan qarshilik qilmadim. Bəkmi qo'llab ketmedim. İş qilib, onasi qandoq qilaman desa, shuningga ma'qul deb. Oy, yüzü qilin aldamchilar. Kutmaganda Bo'sudixonning chalvaqab til selishi hammaylarni cho'chitibdi. Bizni obdan bozak etkili bo'lamdikan, ha? Ara amay o'ltirib qolgan gacha ham panqish qizini zo'lab tengib akilib bagida nima uchun bati bizda? Mening o'g'limmi-chu qara, osmondagi farizatni olaman desa olalaydigan gangong o'g'il bola. Boy desa boyi, aql desa aql farasti bor. Saqqizingni baging kelmagan bo'lsa, yo'q desam, sendan boshqalarning xotinini qo'ngini yirtib bola tug'ib, yurak qanini singdirib beqib cho'ng qiladi. Bu panqayni ammsaqmi shuncha kangirjahandan kelilik yaraydigani birar chiqib qola bo'g'itdi. Nima qiliq deyman-da, bu nima qiliq, ha? Hay, acha. Hay. Andaq egizlarni buzmasizlar, ha? Vay ufkam. Sil anda degan bilan qarsila. Biz ava xilimni ativarlab, kelinlab, akirgacha shaq sanab azkam tüman pul xajladik. Dedi Bo'sudixon gepining oxirigacha degili qo'ymay, saqal tarab gap arashlagan Mamatjon G'olamga ochiqlab, o'ng qo'lning olqiniga, so'l qo'lning dumbisini paqildatib urib. Yo'ldan supurib akirgan pullar emasdi-ya u. Tüman pulni bir kim yo'lga chechvatmaydi ekan qarsila. Ma bizning o'ydik adam bilan ishki o'g'al chekisdan tar oqqizib, dim yetib, o'ngda qopib yurib, necha yilda topgan. Bizmi yemay, ichmay, kiymay yig'ib shuncha vaqtning yo'q jug'ilgan pul u. 10-qism. Ma bizning o'ydik adam bilan ishki o'g'al chekisdan tar oqqizib, dim yetib, o'ngda qopib yurib, necha yilda topgan. Bizmi yemay, ichmay, kiymay yig'ib shuncha vaqtning yo'q jug'ilgan pul u. Shuncha shamdaram qilganga tushliq. Kelin xonim biz boshda ko'gini shu bo'lgan bo'lsa-ku maylatdi. Ana, silimi ko'dilar. Hamma gapni angladilar. Boshda deyishganimiz boshqa, kelin qilib chiqirib bagini boshqa, ha? Bu haq bizga dumbi ko'z tutib qo'yib o'pkisatib o'ltiribdi ukam. Ma er-xotin ikkisini chaynab purqlasam dadim chiqmaydi mening shu tapda. Er ayol qo'dilar Bo'sudixonning zahardek gaplarini un chiqamay o'ltirib angladi. Oradagi o'ng'aysizlik xeyli ig'ir bo'lsa-mu, ikki mudirning bir narsa deb ko'rsatma berishiga muhtoj ekanligi hammaylarga ayon edi. Bayatdan beri gap qilmay o'ltirgan kent mudiri Ro'zimmat Soyim o'g'li kichiklanib qo'yib so'zga navbat oldi. Hamda hamma gapni darqam tuturib angladik. Ishlar haqiqatan sizlar gumon qilgandek bo'lib chiqdi. Shundoq bo'lganda, hamda bu ishni qanday bir taraf qilsak bo'la? Mashada 100 turani maslahatlashib baqsaq, qanday deyla? Maslahatlashadigan yeri yo'q bu ishning. Mavla yo kichik qizni bizga qo'yib, cho'ng qizini epkassin. Ya bo'lmasa to'yga ketgan hamma chiqimni, barliq to'yliqni qaytarib berib, ikkili qizni epkassin. O'g'limni ajratib olaman. Acha, dedi Mamatjon G'olam Bo'sudixonning ko'tak to'yidan to'shqan sakirgandek qo'pol tegishlarga obdalla terkib gap arashlab. ikki gapning birisida yaltopdak qonqimay 5 minut jim o'tirib asla. Mayada biz erlan bo'lgandan keyin, bu uyda sizlarning erlar To'xti Qurbon Nosir akamiz oila boshlig'i bo'lgandan keyin, Ro'zmat mudir ikkimizmi mush ishni hal qilib beramiz deb atayin kelgan bo'lgandan keyin, bizmi qonun siyosat nuqtasida turib, o'ylig'imizni deb nechigiz gap qildi. Unda qilmisizlar, ha? Voy, ukam. Ma junguda er ayol bab baravar jumasiliga deb qo'yay. Dedi Bo'sudixonmi gapdan qog'oz kelmay charang selib. Nima deganlar u? Biz er kishi, sil ayol kishi deb
Er bo'lamdi, ayol bo'lamdi, kimning to'g'ri bo'lsa, shuning gapini anglaydigan ishda shu. Bizning gapimizni faqatla anglamaydigan, sizlarning hamma gaplari to'g'ri bo'lsa, amsi bizni chaqirmay o'zlari hal qilyapsizlar. Bizmi bu yerda darvozabandek bekoga qarab o'ltirmay, berib ishimizni qiladi. Vaqti kelganda yuqorining fikri chiqib qolsa, murassa qilib yarashtirishga ko'nmadi, bizning gapimizni anglamadi deb mas'uliyatni sizlarga o'tkazib beramiz. Qopslar Rozmat mudir. Bu yerda ishimiz yo'q o'xshaydi, biz ketib olaylik. Amalliq model Mehmetcan G'ulam shundoq deginicha, ko'saydek qardab, chiroyini sat turgunicha o'rnidan qo'zg'aldi. Uningga agishib, kent modeli Rozummat Soyimmo o'rnidan turib talog'i mangdi. Bu holdan mang degan Bo'sudixon nima deyishini, nima qilishini bilolmay kekashlab do'doqlab qoldi. Jiddilashib ketgan To'xti Qurbon Nosir bilan cho'ng o'g'il Yasin darrov o'rnidan turib, biri Mehmetcan G'ulamning peshiga, yana biri Rozummat Soyimning qo'liga esildi. Xapımızlar Rozmat mudir. Ayol kishining chechi uzun, ahli qisqa deydi emas bu ko'nlar. Mushu xotinning vatvatlığı azaldan baqarsizlar. Men olay deb borgandimi qilig'i shu edi. Hamma gapga aralashib, tuxumligan mekyondek qoqildab, 3 bolamiz bo'lib navri ko'ribmi qoldik. Heli baqsammi heli shu ko'ngilirganmizlar. Ayolga men gap qilay. Sizlarning fikrlarini jon deb anglaymiz. Sizlarmo bizga yomon yo'l ko'rsatmaylar. Ranjimizlarmidir? Ko'ngilirganmizlar. Dedi To'xti Qurbon Nosir kent mudirining qo'lini tutib olib, ikki qo'llab siqib, xijilligini ifodalab. Ko'ngillarga olmasizlar Mehmetcan aka. Sizlarni bir qaror chiqarib beramdikan. Ishlarning ustida turib peshimizni silamdikan deb atoydan chaqirib keldik emasmi? Albatta, sizlarning gaplarini anglaymiz. Anam ochig'ida sal chechilib qoldi. Bu da unda qilmaydi. Xafa bo'lmasizlar. Endi unda qilmaydi. Anamga gap qilaman. Dedi Yasinmo amalliq moderining chopinning peshini bir qo'lida, o'ng qo'lini yana bir qo'lda tutib olib. Ikki talog'i mang'andilar. Eg'ir bir o'ng'aysizlik bilan qimdinib qolgan To'xti Qurbon Nosir bilan Yasin ikkisi ikki modirga yolvirib, ayvashga keltirib bo'g'icha, o'zini aron besib o'ltirgan Bo'sudixonning ko'zlari, ayol qudisining ko'zlari bilan uchrashgan aman eg'izi yana harakatga keldi. Voy, nima qaraylar Saproyimni o'rnitib? Dedi u ayol qudisiga qo'lni shiltib. Shunda bir yo'g'on ish qilayotganda yerning tegida marab o'yan ko'rvatamlar o'zdircha. Voy Bo'sudixoncha, birdam ochiqlarga hay berib qudlar bilan bizni mashina deyishkini qo'ylar. Bumiz yo biz ketimiz, yo sizlar tashqariga chiqib tursizlar. Gapni gapga qo'lashtirmay. Dedi Rozummat Soyim ochiq bilan buyruq qilib. Uning mundoq muomala qilishini kutmagan Bo'sudixon g'iqqida bo'lib, ayol qudisiga olib qo'yib jim bo'ldi. Endi aka, dedi Mehmetcan G'ulam Bo'sudixonning eg'izi jimiqqandan keyin Arquda abla Ibrohimga qarab. Bu ishni qanday qilay deyotdilar? Buni sizlar bir yo'l ko'rsatsizlar, ukam. Qonunga to'g'ri keladigan yo'lda hal qilib bo'lsa, sizlar nima desizlar shu bo'lsin. Men nima desam shu bo'lmasin aka. Avval o'zlarining o'ylig'ini bir anglab boqayli. Ondan cho'ng qiz bilan to'y bo'lgan inimiz Yo'lbosjon o'ylig'ini bir deb boqsin. Shuning qarta qaror chiqaraylikmikin? Ma'qul ukam. Amisa kuyoqlimiz qandoq o'yildikin? Shu bola Voy, yuzining qilillig'ini. Aho, qarsılar qudam. Kuyoqlar hech qanday o'ylamaydi. Balığa xotinni biz eppagan. Biz nima desak shu bo'ladi. Men baya gapni ochiq deb qo'ydim. Ya kichik qizni qo'yib cho'ngni ep ketadi, ya bo'lmasa har ikkisini ep ketib pulni qaytardi. Her eg'iz gapga aralashqisi kelib chidamay o'zini aron besib o'ltirgan Bo'sudixon ha deganda mijozini kontrol qilolmay, minutda 5 qatim purjindek qonqib, hammasining jahlini qotirib turdi. Uning qiliqidan bezor bo'lgan Mehmetcan G'ulam bilan Rozummat Soyimning jeliligiga gap to'g'ri kelmaydi. Jimlab ochiqlaverayli desa texi yoshdi cho'ng. O'zlariga och yo'lliq ayol. Uning ustiga o puxra. Bu ikkisi qodir. Istil xatolik bo'p qolmasin deb ansirdi. Oxiri Mehmetcan G'ulam ayolingni besiqdir degan ma'noda To'xti Qurbon Nosirga ko'z beqib qo'ydi. To'xti Qurbon Nosir ayolni sharatlab jimiq turib, gap qilmaslik undab, tarini turib ochiqlagan bo'ldi. Ondan Mehmetcan G'ulam gap boshladi. Mundaq gap tuqqanlar.
Davlatimizning o'ylanish qonunida to'ylashqichi qiz o'g'il ikki tarafning ixtiyorligi ham muhabbat asosi oldingi o'ringa qo'yiladi. To'ydan burun ikki taraf bir-birini ko'rishi, yaxshi tushunishi, hamma ahvoldan xabar tepish kerak. Sodi to'y qilamdiq, qilmamdiq degan masala ustidami yaxshi o'ylanib, bakli tafsili o'ylanib qaror chiqarish kerak. Buningda yana har qanday bir taraf, har qanday bir maqsad bilan bir-biridan sir yoshirmasligi, masala bo'lsa aynan o'ttirg'i qo'yib, qarshi tarafning maslahatiga selish kerak. Yuqorqidek qizning gaskachiligi tufaylidan taloliq qilinmagan, o'g'il tarafni aldab, amaliy ahvolni yoshirib to'y qilib olgan ishmi shuning ichida. Asli qiz taraf o'g'il tarafni aldamasligi, nima gap bo'lsa, qizimizning ahvoli maviyadan maviyagacha edi deb ochiq aytish kerak edi. Qonun buni qo'llamaydi. Bir hisobda qiz taraf aldamchilik jinoyati o'tkazgan bo'lasizlar. Asli qonun bo'yicha aytganda bugun bizning bu yerga yig'ilib, kengash qilib o'ltirishimizmi ortiqcha. Qiz tarafning o'tkazgan xatoligi uchun ahvolni aynan peti yuqoriga ma'lum qilib, dalil isbotlar bilan odam isbotning hammasini yuqoriga topshirib bersak, ondan masalaning tekshirilib bir taraf qilinib, jazo kesilishini kutib tursaqmi tamoman bo'ladi. Biroq endi ikki oila quduboji bo'lishib, Ha, shu. Mening demoqchi bo'lganim dal shu. Manda qizil ko'z aldamchilarni, qarab turib qonun bilan o'ynashadigan mundaq qazzoblarni zodi opirib solvatish kerak, Umrning oxirigacha turmada yetib sesib kelsa bo'ladi bu nakaslar. Oy, gap qilmay turib bersa, kimingizni tillab yurisiz Bozodxon? Bizlar bek bilmaydigan bir kim emas har qaysilari. Voyay. Ajrashtirsak, ajrashtiryaptiq. Sizlarga qiz bermaganga dunyoni uchib ketmasmiz bizmi? Men cho'qirang. Qizlarni chekamga gul qizib, ip ketaman toza. Bu uyda bog'i kichkimi qolmaydi, cho'ngimi qolmaydi. Manda hol yo'g'an tijamallarga qiz bergicha qonchiqda yasab qo'yib, uyimda boqaman. Har qaysiriga bermagandimi, boqamay taloq tashatmagan men qizlarimni. Voy, gap yo'g'an-ku. Birdamda eshaklar to'tishib qo'ydimi bu Sarxon? Hamma gunoh o'zimda turib qap ko'tirib nega varay deb, gunoh o'zdirda turib yana chichang shidiya gap qilmasam. Qizlarning ovini ko'zda qo'yib, mavini chiqarib berganlar xatolik emas masalningcha. Mamatjon mudir dedi ya, baya bu qonunga xilof ish deb. Avi quloq odamning qulig'imi yo cho'yinda qo'ygan donqami u? Hukumatmi ishni sababi bilan so'raydi Bozodxon. Hamma gap sizlarning degan bo'yicha bo'lib ketmaydi. Yomon bilan chalvaqaydi ekanlar, ko'rdim. To'la bilarmanlik qilmay, sizlar bir yonga. Osh. O'sudxonning Mamatjon G'ulomning gapining beliga tepibla chichangshib o'rnidan turishi bilan ikki ayol quda tillishib, bir-biriga qo'lni shiltishib, so'qishib ketdi. Bara-bara so'qishlar tayoq selishga aylanib, ularni arashlag'ili kelganlarmi shapuloq mush pashvalarning orasida qoldi. Ikki mudir istil xatoligi bo'lib qolishidan ansirab, yanala yaqin kelanmadi. Mamatjon G'ulom bilan Ro'zimmat Soyim bu ishni yuqoriga ma'lum qilish qilmaslik, kentdan xalq askarlarini chaqirtmaslik masalasi ustida bir qaror kelinmay turganda, urushayotganlarni arashlab bo'lolmay o'tirdi qolgan Goch kelin Gulnisoxon hoshidan ketib serilg'inicha yiqilib qoldi. Buning bilan toza qiziq davomlashayotgan jidal qaynagan qozonga sovuq suv quygandek jimiqib qoldi. Ayol o'tmayla Bo'sarxon qizini quchqig'iga elib, "Jenim balam" deganicha chiqiribdi. Yasinning yo'lda to'xtatib qo'ygan mashinasini orom bermay qo'g'lishi bilan Gulnisoxon 10 minutda yeziliq shifoxonaga elib berildi. Tekshirishdan ma'lum bo'ldiki, to'y qilib eri yo'lvos bilan oralli 2 kechini birga o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan vaqtlarning hammasi kasal yotgan erini beqish bilan o'tgan Gulnisoxon oshu 2 kunlik to'y oqshimi chimildiq kechisi bilanla eg'ir oyoq bo'lib qolgan edi. İki tarafning cho'nglari bu xabarni anglab, rost yolg'onligiga ishinib bo'lguncha, Gulnisoxonning onasi qizini yo'lab taksiga chiqarib, hech kimga xo'sh deb qo'ymayla, Odul mahallasiga qarab uçdi. Bularning qo'lidan qutulg'iniga xo'sh bo'lgan Gulnisoxonmi, oilasini qo'ltiqidan yuylagan peti taksining yana bir tarafiga qistilib yo'liga ravon bo'ldi. Bo'sudxonning har nima qis qilib, cho'ng qizini qo'disining qo'liga tutqizib qo'yib, kichik qizini ep qilish plani shoning bilan barbod bo'lib ketdi. O g'ing'ida qilib qo'zg'alib, o'zab ketgan taksining keyindan. Hey, al. Mavhaq ketib bordi ya.
Xo'sh debmi qo'ymay, nima qildi? Ma'voda ma'vola qanday qiliq bu? A qiz bolani. Hey, kichkina ep qiladigan ishni deyman, tozimi bir. Hey. degenicha qo'lini polang'iltib qoldi. Bo'sudixonning fikri Rozimmat mudir qatorliq barliq erlarga xo'p kelmadi. Biroq ketadiganlar ketib bo'lgandan keyin bu yo'lsiz ayolga tarbiya ishlab vaqtni o'tkazmay o'z ishlariga mengishni o'ylashdi. Mamatjon G'olam bilan Rozimmat Soyim kent komitetiga ketishning taraddudini qilib, To'xti Qurbon Nosir va Yosin bilan xo'shlashayotganda Bo'sudixonning yana qo'y tutdi. Men qarsila mudir. Dedi u Rozimmat Soyimning oldiga o'tib. Bu ish mushundaqla tugamda amdi. Ularning tanovini tatib, bizni har qaysilarini qonun tuzumni ko'zga ilmay qilib yurgan aldamchilikqa jazo vermaymizmi? Aldamchilik qilg'ini qilgan, pulimizni og'ini og'an. 2 yil qizini ep ketgan bo'lib ketamda shuning bilan. Jazo berishni beramiz acha. Dedi Rozimmat Soyim uning ko'ranglik bilan so'roqqa tortishlarga ochiqini besib olib turib, ig'ir besiqlik bilan. Oldi bilan ularning uyiga berib, sizlarning oilaviy majroyinglarni murassaga qo'yib hal qilamiz. Buningda avval sizlarning o'g'il Yo'lvosjon bilan kelin Gulnisoxonning fikrini anglaymiz. Oshular bu to'yni e'tirof qilib, davomli uy tutamiz desa, ishni chiroyli qilib hal qilib, balalarning uyini xotirjamlab beramiz. Uy tutmaymiz desa, Voy, sizlar undaq deganlar bilan balaga xotini biz eppagan, o'zimiz tepib tunishtirib pulini biz xajlab andin to'yini. Әмсі немеш şu çağda obdan qarab, yaxşı sürüştürüp, seqi qası, kesili qaysı ayırıp ammağa, ha? Әмді bizden başına ağır teyivergenlerge biz qanday qıp beri alayımız buna?